o'shmanlik. Men bugun gazetda emgak namunchilarini maqtagan bir maqolani ko'rgan edim. Uningdagi bir so'zni faqatla tushunamadim. Qaysi so'zni? Qattiq o'shmanlik degan so'zni. Bu bir qahramonning hikoyasi-ku deyman. Ha, xato. Bu bir ayolning hikoyasi. Shundoqmi? U ayol bir qaysarkanda. Albatta, qarg'ulach faraz qilmay, gapimga quloq solg'in, ha? Qadimgi zamonda Yandining Nuva ismli bir qizi bor ekan. Podsho uni ko'rib, og'ziga tegmay maqtab ketibdi. Ha, sizning bu qizingiz to'liq adab qoidalik, muloyim, nazokatli cho'ng bo'pti. Ha, qizim mening yurak poram. Yandi uyda yo'q chaqda Nuva zerikib sirtqa chiqibdi. Dadam kun bo'yi hukumat ishi bilan aldirash bo'lg'achqa, menga hamroh bo'lamaydigan bo'lib qoldi. Yolg'izlikdan hajab zerikdim. Sharqi dengizga berib quyoshning ko'tarilganini ko'rib kelgim kelyotdi. Appa qizim, bugun nega berib o'ynadingiz? Bak aldirash bo'lib ketdim. Kelar qatim sizni o'ynag'ida o'zim ep chiqay. Yolg'iz farzandlik ota-onalar, bolalaringlarga ko'proq hamroh bo'linglar. Bo'lamdi? Dadam doim kelar qatimla deydi. Eng yaxshisi dadamga bildirmay o'zim berib o'ynab kelaychi. Nuva uydagilarga dafni qo'ymay, o'zi yolg'iz bir kichik kema bilan Sharqi dengizning quyosh ko'tariladigan joyiga qarab uzibdi. Yandi amroq qizidan ayrilib qolganligidan azoblanib, kecha-kunduz to'xtamay yig'labdi. Tindirib o'taman. Aka, qarang, ov qushqa. Mening yoshlik bahorim shundaqli dengiz ustida o'tib ketami? Men cho'qim intiqom olaman. Bu o'lgir dengiz. Men seni tindirib, tuzlab etaman. Ey boş, o'g'li qil. Necha ming yil to'xtamay ishlasangmi, meni tindirib o'tmaysan. Necha million yil, necha milliard yil, hatto yer shari gumron bo'lg'uchi bo'lsa-mu, seni cho'qim tindirib etaman. Bak, g'alitgansan, sen menga shuncha o'shma. Sen mening yoshlik bahorimni nobud qilding. Bundan keyinmi yana nurg'un begunohchiliklarning hayotini nobud qilasan. Men menga to'xtamay ishlab, hamon bir kuni seni tindirib etaman. Hayot hammadan qimmatli. Bu qush keyin avlod qoldirib, avlodlari bilan toki bugungacha dengizni tindirishdan to'xtamabdi. Bu hikoyada bu qushning qaysarlik bilan dengizga jang e'lon qilishdek baturligi, qat'iy bo'shashmas ruhi madhiyalangan. Uning yuksak irodasi bizning hurmatimizni qo'zg'aydi.